أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. كتاب المساقاه. Musaqa degan saqiydan chiqqan, ya'ni sug'urish. Bu endi daraxt va ziroatlarni sug'urib, parvarish qilib, keyin usullangan chaqda ikki taraf usulni ma'lum miqdorda tutishgan bo'yicha bo'lishadigan, xuddi mudaribaga o'xshash, bir taraf pul chiqarsa, bir taraf kuch chiqardi. Ma'noda bir taraf bog'ni yoki etni chiqarsa, yana bir taraf kuch chiqardi. Musaqa degan Iroq tarafninki istiloh bo'lishi mumkin. Hijaz tarafda, Madinada buni al-muamala deb atadi. Chunki bir hadisda amala Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ahli Xaybar bi shatr ma yakhruju min ardihim degandek rivoyat bo'lgan ekan, amala degan shu muamala, ya'ni musaqa kelishimi degan. Al-qawlu fil musaqa. Amma awwalan fa fi jawaziha. Dastlab qilib biz uning hukmini bayon qilish uchun to'xtalib, joizmi, joiz emasmi buni bahs qilamiz deydi. والثاني في معرفة الفساد والصحة فيها. قندا إشلا بوسا بو سهي بولدو، قندا إشلا بوسا فاسد بولب كدو. والثالث في أحكامها. نو مناسبة لك أحكام الله. Yani niçin musaqa deb şu so'rishdan tilg'ilib atadi desak, bu so'rishdan boshqa nurg'un ishlar bor. Masalan, putash deymiz, o'g'itlash, cho'nak yasash, qir yasash, bu nurg'un ishlar bor. Lekin Madina tarafda quduqdan suvdan bo'g'ashqa, suv tortib, suvni yo'tkab opirib, to'shib, ondan etizliq to'kadigan bo'g'ashqa sug'urish eng jafoliq, eng tasishdi. Shunga buni musaqa deb saqi degan so'zdan keltirib atgan debdi. Al-qawlu fi jawaz al-musaqa. Yani musaqa tarifini biz yuqorida bayon etdik. Mevlik daraxtni va ziroatni birsiga topshirib, sug'urib, kerakli bo'lgan har qanday ishni qilib, usullagan chaqda pishgan bo'yicha usulni bo'lishdan iborat. Al-qawlu fi jawaz al-musaqa. Musaqaning joizligi haqida to'xtalganmiz. فأما جوازها فعليه جمهور العلماء مالك والشافعي والثوري وأبو يوسف ومحمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة وأحمد وداود. Bu alimlarning qatoridan Ibn Abi Layla, Abu Thawr degandek alimlar bor. Bu jumhur alimlar musaqatni joiz deb qaradi. وهي عندهم مستثنات بالسنة من بيع ما لم يخلق. Aslida texi yaratilmagan narsa, vujud chiqmagan narsani sotishdan to'sgan hadislar batil edi. Lekin ma'munda aslida vujud chiqmagan mevani bo'lishilish yoki shuni shart qilib ishlatishdak menda bir narsa o'g'achqa, shu cheklangan doirdan mustasno qilib ruxsat qilingan va min al-ijarat al-majhula, noma'lum ishqa, noma'lum shart bilan unda ishlash cheklangan degan doirdan mustasno qilingan. وقال أبو حنيفة لا تجوز المساقات أصلا. أبو حنيفة تجدن جائز مستبط. زفرمو أبو حنيفة لم بالله أنا في مذهبته مش إشكالا جائز مستبط قرغان. أبو يوسف محمد يعني صاحبين كلها جائز قرغان. وعمدة الجمهور في إجازتها حديث ابن عمر رضي الله عنهما الثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعملوها من أموالهم. مش هيدستا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر يهودي لرغا خيبرنن خرم درختلرını ve zeminini topshirib berib chiqimini o'zi qilib ishlashga va li Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shatturu thamariha. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shu usul mevalarninki yerimi bo'lganligiga tutishib to'xtamlashib bergan edi. Xarrajul Buxoriy va Muslim, ya'ni muttafaqun alayhi hadis. Shatr degan yerimi. Ve fi ba'd rivayatihi, muhaddisning ba'zi rivoyatlarda annahu sallallohu alayhi vasallam saqahum ala nisfi ma tukhrijuhu al-ardu wa-thamara. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shu yahudilar bilan Xaybar zemini chiqardigan usulning yerimiga tushib musaqa to'xtama qilishgan. Yani saqahum degan so'z ma'noda keldi. Anda ayyamaluha deb keldi. Anda shatr deb keldi, ma'no nisf deb keldi. Shatr degan ma'nosi nisf keldigini hadisni izohlab berdi.
وما رواه مالك أيضا من مرسل سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليهود خيبر يوم افتتح خيبر. سعيد بن المسيب مرسل إمام مالك رواية خيامه يعني بيهقي دار قطني لامو رواية خيغان خيبر يهودي لغا شو خيبرنا فتح خيغان شغدا زمننا تبشر برب مش ناديان أقركم على ما أقركم الله على أن التمر يعني الثمرة بيننا وبينكم وصل شكلنجة تان تقسم قلنغلقها الله سلنا توزغا مدتشا بز توزماز دب توتملاشقان deydi. Çünkü Yahudilarni Rasulullah sallallohu alayhi vasallam Madinadan chiqarib o'tishni planlagan boshdan tortib. Bunda muqim turistlar demay Allah to'zg'an muddatcha deb shunda belgilab qo'yib, keyin andan Rasululloh vafot bo'lib, Hazrat Abu Bakr vafot bo'lganki, Hazrat Umarning zamoni kelgan chog'da andan Ariha bilan Tayma degan kishi Tayma Madinaga yaqinroq bir yer bo'lsa, Ariha Shamdagi G'azza Ariha va Falastinga Arihaga qo'yib o'tgan. Lekin Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafot bo'lishligiga Arab yarim orolida kafirlar hammuson deb vasiyat qilgan. Shu Hazrat Umarning zamonida ijro qilingan. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فيخرس بينه وبينهم. سعيد بن المسيب دبتو رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة رضي الله عنه خيبرga avatibdi. Avatsa ikki tarafning o'rtada turib chiqadigan usulni mo'ljallaydi. ثم يقول إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي. Ondan deydi. Xalsanlar sizga bo'lsin, xalsanlar menga qolsin degan. Meva sarg'aygan, tamchigan vaqtida endi uzib yeyishga boshlashdan burun berib, bag'namni ko'rib, zimindagi mevalarni ko'rib, manchilik usul chiqdi ekan, manchi tonna usul chiqdi ekan deb bitamda aytgan ekan. Yahudilar qo'yib, sen bek jiq mo'ljallatda unda chiqmaydi desa, o'zining odillik bilan mo'ljallaganligini bildirish uchun Xalsanlar, mesela 20 tonna degan bo'lsa, 20 tonna deb sizlar menda topshirib qilib, keyin ondan yerimini bizga beringlar. Ya ortiq mo'ljallab qo'yding desang, menga qolsin, men pishqanni va yerimini senga beray. Bu ziyon menga bo'lsin amsa. Ya'ni ki bu odillik bilan mo'ljallaganki, Yahudilar bo'ldi bizni qolsin degan. Shu Abdullah ibn Ravahning rivoyatida Allohdan qasamki, sizlar menga nisbatan Allohning maxluqlarining eng o'shkirdigan maxluqlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bo'lsa, Madinaga sahobalar bo'lsa, menga eng suyimli kishilar. Shunda turib men sizga unda zulm qilib, nafslik bilan mo'ljallamayman. Lillah turma. Yani kan bihada qamat as-samawati wal ard. Shu adolat bilan osmon zamin tug'an zodi. Yahudilar kim qabul qildi. وكذلك مرسله أيضا عن سليمان بن يسار في معناه. مرسله يعني إمام مالك مرسل رواية قيغان مش أسد عن سليمان بن يسار في معناه. مش مضمون ده سليمان بن يسار دمه مرسل رواية قيغان إمام مالك ده. سليمان بن يسار شو مدينة الفقهاء السبعة نمبرسه تابع اللادن أمات المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها نينكي أزد كردسه. Süleyman ibn Yasar mush mazmunda nima rivoyat qildi desa, Yahudilar Abdullah ibn Ravaha berib manchilik chiqdi ekan deb mo'ljallaydigan chaqda Yahudilar oltin zibizinlarni to'plab Abdullah ibn Ravahaga parvarmoqchi bo'lgan. Ya'ni bizga jiqroq bo'lib biramika, jiqroq qildiramika deb parvarmoqchi bo'lgan. Şunlar yuqorqidek shunda ikki taraf o'tirdi, yuqorqidek dialogli bo'lib, oxiri Yahudilar shu mo'ljalga ma'qul degan. Chunki u mo'ljalmi Yahudilarning manfaatida azod hisoblab o'qigan bo'lgan. Demak, men yuqorqilar shu musaqatning mashru' ekanligiga keltirilgan dalillar. Birinchisi muttafaqun alayhi hadisni akaldi Ibn Umar radhiyallohu anhu'ninki, undan keyin mursal hadislarni akaldi. وأما أبو حنيفة ومن قال بقوله degandan maqsad shu zufar bo'lishi mumkin. Yana ba'zi olimlar musaqat yolg'iz joiz emas, bunda ziroatlar aralashgan bo'lsa yoki aqya bo'lsa, undan joiz deganlar. فعمدتهم مخالفة هذا الأثر للأصول. مش hadislar Ibn Umarning, onun boshqa Marasil Sa'id ibn Musayyab mesela muşular usul qoidaga xilaf kelib qoldi. Ma'annahu hukmun ma'al yahud. Yani onun ustiga, yani usulga xilaf keldi bu bir. İkincisi bu Yahudilar bilan bo'lgan muomala ishi. Bu xos demakchi. Yahudilar xos degan ma'no bildiradi. Yani musulmonlar o'tirda unda nima qilish yo'q degandek.
واليهود يحتمل أن يكون أقرهم على أنهم عبيد. أمد يهودي لا ulan şuna muamele kıyganlıkı belki ulan kul boğanlıktan şunda muamele kıygan boşu mümkün değil. Muhakkik alimlerin karşıda Hayber küçülen fetih kılıngan. Yani fetihat unvatan. Yani sülülerle bunda fetih kılgan emas. Yani küçülen mecbur halatda fetih kılıngan. Navankin bu esir düşken kullar degan mazmun chiqib qoladi. Zimin mi olacak? 5'ten birine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem humusunu alsa, onun bakısı 4 ülüşke bilinadi deyilgan bo'lsa kerak. Ve yuhtamalu an yakuna aqarrahum ala annahum zimma. Yani bir ihtimal oluşkan kılamaz. Ular ehli zimma tariqasida İslam devletida yashaydigan, jizya to'laydiganlar bo'lishi mumkin. إلا أنها إذا أنزلنا أنهم ذمة كان مخالفا للأصول. Hem de bularni ahli zimmat deb qalsaqcho bu yana usulga zid keldi. Lekin bu abid degan gap shu muayyanlashadi demakchi. Li'annahu bay'u ma lam yukhlaq. Chunki zimmat ahlida bundan olgan narsa shatrma yakhruju minha bu jizya deb nima qilib qolsa, bu jizya muadir taha vujud chiqmagan narsa tutishgan hisobda deydi. Va aydan fa innahu min al-muzabana. Yani bir tarafdan bu muzabana olur çünkü Bey'u samara ala ru'usin nakhli ratban bit-tamr degan bo'ldi. Ama xuddamda shaxs kimini pul hisoblab sotgandek bir ish bo'ladi. Huwa bey'u samari bit-tamr mutafadila mana. Muzabana daris kirib qoladi deydi. لأن القسمة بالخرس بيع الخرس. Çünkü xars orqali taqsim qilish, ikki tarafga xars orqali masalan samonchilik tugirgan, muomalachilik tugirgan da taqsim qilish, xuddamda xars orqali savdo qilgandek bir ish deydi. Demek bu Hanifi mazhabda bu musaqa yo'li bilan bo'lgan ish emas bu. Yani sizlar tasavvur qilgan, siz ta'riflagan bog'ni birisiga berib, ishlasa, hosil chiqsa, ikki taraf teng bo'lishgan musaqa masalasi emas bu. Bu nimadan iborat? Sizda xarajdan iborat, baychilikdan iborat. Yoki hamda bu hafta ziminni oldi o'zlarini ishlab nima qilinglar, yerimini, hosilni, yerimini bizga topshiringlar, bunda bir so'zlashib, bo'pti mayli deyotgan, tafaddul qilgan, inom qilgan tariqada bo'lgan ish bu. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam buni g'animatulloh o'ljagan, ya'ni futihat unvatan. Demak bu bir xil xarajimdi. Baychilik topshirib, yashaydiganlar bo'libdi degan tariqada. Yoki jizya tariqada bo'lgan, jizya isavod bo'lgan. Nima uchun esa undan boshqa, shu shatrma yakhrujudan boshqa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam yoki xalifalar undan jizya olgan degan rivoyat yo'q deydi. Ya'ni Haybar ahlidan jizya olg'ish yo'q ekan. Yani muşunu cizye desek bulundu demekçi. Ondan ulanın kul tariqasida buldun mesela ya onu setip ya onu memluk kılıp işiltip kıygan bir ahval yok. Onu kim kolu etti. Ondan kim kul emas degan bo'ldi. Ahli zimma degan mazmun chiqib qoldi. Hozir bu yerda ikki ehtimollik bor. Har ikki ehtimollikni bir tarafdan ekalsak bu tushmaydi. Ya'ni biz bir tarafdan ekalsak bu tushmaydi. Yani ahli zimma degan ehtimol bor, kul degan ehtimol bor. Lekin keyin ondan shundan chiqarib qo'yib o'tganligi, uni qul qilib ishlatmaganligi qul degan ehtimolni jiroq ko'rsatdi. Davomida Hanifi mazhabining qarashi asosan nima to'qildi bo'lsa, bu xaraj muqosama. Bir xil baj bu, jizya tariqasida, jizya uchun ham sizdan pul bir narsa o'jmaydi. Mushu ziminga ishlanglar, shu yerimini to'lsangiz bo'ldi deb plan tutishgandek bir ahvolda. واستدلوا على مخالفته للأصول بما روي في حديث عبد الله بن رواحة رضي الله عنه أنه كان يقول لهم عند الخرص إن شئتم فلكم وتضمنون نصيب المسلمين وإن شئتم فلي وأضمنوا نصيبكم. شخص usulni o'lchalgan chaqda xohlasanlar, ma usullar musulmon quloningizda qolsin, usulning yerim bo'lgan nisbasini bizga beringlar. Xohlasanlar, menda qolsin, sizning nisbani bo'lgan yerim nisbini men sizga beray deganligi bu bir usulga xilof bo'lganligining dalilidir. Va hada haramun bi ijma'. Bu ijma'an to'g'ri emas. Yani ijma'an o Rabbul ard masalan, yoki Rabbul bustan bog'ning egisi u qo'lga topshirib olib kinandan yerni bir do'y shu. Yani shu ishlagan odam shu mevni uzdiga vaqtga qadar shuni qaraydi, parvarish qiladi. Hatto shu ishlamchi uzib turdi deydigan olim bor. Yana bir tarafdan Hanifi mazhabdagilar nimaga e'tiroz bildirgan? Nuqirrukum fiha ma sha Allohu an yuqirrakum degan ibora bor. Uqirrukum ala ma aqarrakumulloh yoki ma shi'na degan bir ibora bor. Lekin bu majhul bir muddat. Yani qachongacha esa biz xohlagancha yoki Alloh taolo xohlagan qadar
Bu bir xil majhullikni bildirdi. Undan keyin sizning nazaringizda unda majhul holatda musoqat qilish joiz emas. Undan keyin bu musoqat tegin joiz emas. Bu musoqat emas zodi. وربما قالوا إن النهي الوارد على المخابرة وما كان من هذا الفعل بخيبر. Yani taqa manda deyishim mumkin. Balki demaganda ana bu mazhabchilar. Yani Abu Hanifa manda demaganda, lekin manda deyishim mumkin. Yoki desimi qamlashib qoldi degan tariqada. Shu Rafi ibn Khadija radhiyallohu anhuning hadisi bor, naha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muxabarada. Muxabara deganmi Madina ahlining tilida muzara degan. Yo Madinaninki ayrim tili bor. Muzarani muxabara deydigan, mudaribani qirab deydigan, anima musaqani muomala deydigan, bunda ayrim bir istiloh bor. Balki shu nahanul muxabara degani shu Qaybardagi yahudiylarga bergan shu muomala shaklidan to'sqan degan bo'lishi mumkin. Undan keyin bu nima demoqchi? Xuddi bu mansux, ya'ni Rafi ibn Khadijaning hadisi bilan bu mansux bo'lib ketgan. Ya'ni Rasululloh bilan muomala qilgan, lekin keyin Rafi ibn Khadijaning hadisi orqali ashunda tariqada muxabara, ya'ni ashuni muxabara deb qarasa, ashunda tariqada muxabara qilishdan to'sqandan keyin Ibn Umarning muomalati ahli Xaybar degan hadisi mansux bo'lib ketgan demoqchiman. والجمهور يرون أن المخابرة هي كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. أن جمهور ندرسه شو كراء الأرض ببعض ما يخرج منها. مخابرة ديان شنو دي عبارات؟ demak ma jumhur bunda deydi desa tamam bu jumhurning qarashi u boshqa. Lekin hozir mayada Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhi bunda dalil qilishi mumkin. Degini hozir vajil istidlali navir taqilsa va mimma yadullu ala nasx hada al hadis, ya'ni juqurqa gap nahanul muxabara degan hadis batda shu Ibn Umarning rivoyat qilgan Xaybar yahudiylar bilan bo'lgan muomala ash muxabaraning o'zida desa navir taqildi. Ash hadis mansux degan bir taq. Yani muomalati ahli Xaybar degan mushadis mansux degan bo'ldi. Rafi ibn Khadija radhiyallohu anhu hadisda nasx bo'ldi demoqchi. Yoki nasx demak yahudlarga xos deydi. Ya buni ajratibdi buni. Aw annahu xasun bil yahud. Mana yoki yahudil xos. Chunki bu musulmonlar bilan bo'lgan ish emas, yahudiylar bilan bo'ldi deb yuqurdimi? Ma warada min hadisi Rafi'in wa ghayrihi min an-nahy an kira' al-ard bima yakhruj minha. Demek mush Rafi ibn Khadija radhiyallohu anhuning nahan kira al-ard bima yakhruj minha degan mushunda kelgan rivoyatlari ash yuqorqi Ibn Umar radhiyallohu anhuning rivoyat qilgan Muhammad Yahudi Xaybar degan hadisni mansux qilganligini bildirdi. Ya'ni Rafi ibn Khadijaning rivoyati Ibn Umarning rivoyatini mansux qilib etganligini bildirdi deydi. لأن المساقات تقتضي جواز ذلك. Çünkü musaqat degan kira al-ard bima yakhruj minha'ni jaiz qilishni taqozo qildi. Musaqatning taqozosi shu andi. Kira al-ard bima yakhruj minha. Wa huwa khassun aydan fi ba'd riwayat ahadith al-musaqa. Musaqat hadisning ba'zi rivoyatlarida ma yakhruj minha xas demak o'xshaydi uni. Yani qanda mevida, qanda usulda musaqa qilgan deganni ba'zi hadislar xas bekitganmiz. Xurmada. Ba'zi meva deb pa, usul deb pa, ba'zi xurma deb bo'lishi mumkin. ولهذا المعنى لم يقل بهذه الزيادة مالك ولا الشافعي. Ba'zi hadislarda xas kelganlikdan ortiq kelgan rivoyatni Imom Malik bilan Shafi'i qilmadi dedi. Hali xas deb kelgani masalan Nahl Xaybar, qo'misi degan gap bor. Bunda yana ziraatlari deb bo'lishi mumkin. Lekin yana ba'zi rivoyatda zimin chiqargan har qanday narsa, usul degan unda umum so'z bor. Navonki shu umum rivoyatni olmadi demoqchi. Ya'ni bima jaa min annahu sallallohu alayhi vasallam saqahum ala nisf ma tukhrijul ardu was samaran. Zimindan chiqadigan usulning mevaninki yerimiga tutishib musaqat to'xtami qilgan degan rivoyatni olmadi dedi. Ular Nahl degandek so'zlikka rivoyatni oldi. Nahl Xaybarda keldi-ku. Wa hiya ziyadatun sahihatun. Ma tukhrijul ard degan umumni bildiradigan ortiq rivoyat bu sahih rivoyat. Va qala biha ahlul zohir. Zohiriylar shu umum rivoyatni oldi dedi. Zohiriylar deganimiz ba'zi, hammasi emas. Chunki Davud Zohiriy hurmadarlar bilan turadi. İmam Shafi'i, İmam Maliklar mushun ommada dedi, umumdan ommada shuni, ammo İmam Shafi'i nimada ash xo'm bilan uzum ikkisi bilan bunda musaqaqasi bo'ldi. Undan boshqa dal-daraxt mevada musaqaqasi bo'lmaydi. Masalan, amot, shabtol, ana bo'ldi bo'lmaydi. Nima uchun esa xas nimani ag'illiq shu. Umumdan mudazir. Ay Nahl Xaybar degandek nimani oldi. Hani İmam Malik çoğası İmam Malik musla onun başka xorma masalan üzüm başka mevlid buldu da kilip andan bukulliyat olsa bulmaydı da turaldı.
Bu qulay ma tukhrijul ardula o'xshash. Zamindan chiqqan ziroat chiqqan narsa uning kayni yog'ib turadi. Undan keyin shu umumni ammada demak. Imom Malik bilan Shafiy ammada. Davud Zahiri, yani Zahirning imomi Nahl deb turib oldi. Qavm deb keldi, qavm onun boshqa bo'lmaydi. Lekin Imom Ibn Hazm masalan, ba'zi Zahiriylar yo'q, shu umumni bildirdi. Umumni olmas. Qanday ziroat, qanday dal-daraxt bo'lsa, kildi dedi. Yani musaqaqisi bo'ldi dedi. Yani ziyada degandan mishal maqsad umumum ma yakhruj min al-ard desak, shu to'g'ri chiqadi. Yana Abu Hanifa rahmatullohi alayhi qilgan dalillarni bo'lsa, Ibn Umar radhiyallohu anhu xil uzun muddat, ba'zi rivoyat 40 yil musaqa to'xtamni qilib muomala qilgandan keyin, Rafi ibn Hadisdan ashadisini anglagandan keyin bu muomala qilishdan to'xtagan deb kelgan. Yani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam keyin buni cheklaga o'xshaydi ekan, ma'qumay qolgan o'xshaydi ekan ma'dat, undan to'xtaganligi bundan mansublikning alomati deb ashuni dalil qildi. Say Muslim başı Umar radhiyallohu anhuning ashadisini anglab to'xtaganligi. Yani jumhurlar Ibn Umarning bunda to'xtaganligi o'zining taqvodorligi. Azroq ehtimol bo'lsa qilmaya buni da to'xtaganligini bildirdi deydi. Al-qawlu fi sihhatil musaqa. Yani bu musaqat qanday arkan shurut bo'lib qolsa to'g'ri bo'ldi, qanday shurutlar arkanlar kam bo'lib qolsa to'g'ri bo'lmaydi degan masalaga kelsak, va nazaru fi sihhati raji'un ila an-nazari fi arkaniha va fi waqtiha va fi shurutiha al-mushtaratati fi arkaniha wa arkanuha arba'a al-mahall al-mahsus biha. Yani qanday naslda bo'ldi, qo'ma, uzumda, boshqa daraxt bo'lamdi deganda. Wal juz' alladhi tan'aqidu alayhi qancha % masalan yoki muayyan bir narsani qis bo'lamdi deganda. Va sifatul amal alladhi tan'aqidu alayhi qanday ishlarni qilish uchun bo'ladi bu to'xtam. Sug'urish, o'g'itlash, uzish, putash degandek gaplarmi. Wal muddatu allati tajuzu fiha wa tan'aqidu alayha qanchalik muddatda to'xtamlasi bo'ldi, vaqtli to'xtam bo'lsa bo'lamdi 1 yilda yoki mutlaq qo'yilsa ila mashaalloh deb qo'yib bo'lamdi degandek. Ustida Yahudilar shu musaqa şu ketinki qasıkellikin deganlik bu jumhurning dalili qatorida turibdi-mi? Yo'q, jumhurning dalili emas. Abu Hanifaning dalili. Yahudilar xas muomalatda bu. Yani biz musulmonlar undan musaqa qilish yo'q demoqchi. Maqsad shu. Qalu degan jumhur degan gap. Yo'q. Ma qaludan ilgari jumhurning gapini bir qistirib o'tib ketib qolgachqa qaluni sil jumhur deb qarab qolgan. Mana val jumhur yarawna al-mukhabara yakralar bi ba'd ma yakhruj minha قالوا ومما يدل على نسخ هذا الحديث قالوا دغان شو الذين لا يجيزون المساقة هاجو قددوا اما ابو حنيفه ومن قال بقوله فعندتهم يعني هم غايتو دغما جمهور degan gapni qachon unda qistirib qo'ydi. Chunki jumhur uni Ibn Umarning hadisini amala Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ahli Xaybar bishatr ma yakhruj minha deganni mansub qilmaydi yoki yahudiylar xasmaydi. Ar-rukn al-awwal fi mahall al-musaqa qanda dal-daraxtda ziroatlida musaqat to'xtami qilinadi degan masalaga kelsak, faqala Davud la takun musaqatu illa fi an-nakhil faqat. Va ixtalafu fi mahall al-musaqa. Qanda dal-daraxtda, qanda ziroatlida musaqat to'xtami qilinadi degan masalada ixtiloflashib qoldi. Faqala Davud, yani Davud az-Zahiri, la takun al-musaqatu illa fi an-nakhil faqat. Xorma daraxtlar musaqat to'xtam bo'ldi, boshqa bo'lmaydi dedi. Va qala Shafi'i fi an-nakhli wal karmi faqat. Xorma bilan uzumdilan bo'ladi deb turadi. Imom Shafi'ning shu jadid so'zi, al-qawl al-jadid. Al-qawl qadimdan balki boshqacha gap qiladi. Hammada bo'ldi degan bo'lishi mumkin. Qawl qadimdimi? Qawl kafir ahli g'ayr va tajuz musaqat yezlar. Imma fi an-nakhli wal karmi degan bu Shafi'ninki yangi so'zi. Asli Imom Shafi'i Davud Zahiri bular shu Zahiri emas. Imom Shafi'mi shu Zahiri emas tava. Bu Davud Zahiri shu Imom Shafi'ning shogirdi hisoblanadi. Zahirlikda Imom Shafi'dan olgan. Bilib uni beklam ilgirlab ketgan. Wa qala Malik tajuzu fi kulli aslin thabitin kar-rumani wat-tini waz-zaytuni wa ma ashbaha dhalika min ghayri daruratin. İmam Malik debdi, o'qin tufi var, mevlik daraxt bo'lib qolsa, anar, enju, zaytun va shunga o'xshash daraxt bo'lib qolsa, zarurat bo'lmasmi? Ya'ni o'zini ishlab qila oladigan bo'lsin, boshqalarga musaqat to'xtam bo'yicha bas bo'ldi deb qarabdi. Va takunu fil usul ghayri thabitati, muqim tufi yo'q o'simliklar bo'lib qolsa, masalan, kal maqati ya qissa degandek, masalan, tarxamak, qapoq, kava degandek narsalar.
Oğun tavuzun bağımız bunu. Ol battık mı tavuz depti. Ma azzi sahibiha anha. Özü qarayamadan bulaq qalsa, zürüret cihatın meyli oldu. Bulmasa, meyli bulmaydı olmuş. Ve kezalike zara. Ziraat mı şunda? Özü qarayamadan bolsa, caiz oldu demek ekan. Ve la tecuzu fi şey'in minel buquli indel cemi'i illa ibn dinar. Buqul degan şu yabig'irlab o'stirgan purchaq ailesining aslan. Buquliyat deymiz. Noqot, purchaq, ashundan aslan. İbn Dinar, Amr ibn Dinar demakchi. İbn Dinar degan Amr ibn Dinar 126-yili Mekkada turib o'tgan tabiilardan. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhudan ilm olgan. İbn Dinar lam buquliyat to'sim joy, ya'ni hadisda zimindan chiqqan dedi-ku, mevisi usul dedi, unda onkin qanday usul bo'ldi debdi. Fa innahu ajazaha fihi idza nabatat qabla an tustaghalla. O'sib qilib rasmiy meni tushib nuqlishligiga bizga bas bo'ldi debdi. Ya'ni shuni sug'urib qarash qilib meni tushganda yerminadi. Tustaghal degan shu g'alla, ya usul berishligiga degan bo'lish kerak. Fa umdatu man qasarahu ala an-nakhli annaha rukhsa. Nima uchun naxl deblam? Shuni bilan bo'ldi, boshqa bo'lmaydi dedingiz, zahiriylar deb qolsa, bu ruxsat. Ya'ni ala xilafil qiyas, ala xilafil usul deb qolgan bir ruxsat. Ruxsat bo'lgan ekan, shu mevgilam maxsus bo'ladi debdi. Ya'ni bu xuddi mustahna min al-ijara al-majhula yoki bay'ma lam yuxlaqdan mustahna deganda. فواجب ألا يتعدى بها محلها الذي جاءت في السنة. Ondan keyin sunnat kelgan ashu naxl Xaybar deb kelgan o'rnidan halq ketmasligi lozim debdi. Wa amma Malikun, Imam Malik desa, fara'a annaha ruxsatun yanqadihu fiha sababun 'amun. İşte sababun 'am degan bu bir ruxsat, buning illati umum demak. Illati umumligi miyada iniq bo'ladi. Yanqadih degan ayon bo'ladi, iniq bo'ladi. Bu bir ruxsat olsa-mu, buning illatining umumligi aniq bo'ladi. Favajaba ta'diyatu zalika ila al-ghayr. Undan keyin bu illati aniq bo'lgan ekan, boshqalarga qiyos qilib hukmni o'tkavermaymiz deydi. Ya'ni naxl olsa, inab, rumman, tin, zaytun deb qiyos qilaveramiz. Va qad yuqasu ala ar-rukhasi 'inda qawmin idha fuhima hunalika asbabun a'amma min al-ashya' allati ulliqat ar-rukhasu bin-nass biha. Bazı alimlarning nazarida bir narsaga ruxsat qilingan bo'lsa, lekin uning illati umumroq bo'lib qolsa, ayni qiyos qilaveradigan ahvol bor dedi. Ruxsat olsa uning qiyos qilmaymiz, chunki buning sababi umum bo'lishi mumkin dedi. Va qawmun mana'al qiyas ala ar-rukhas. Ya'ni ba'zi olimlar ruxsat qilingan ahvollarga qiyos qilmaymiz, chunki bir xos bir ahvol, alohida bir ahvol bo'lgandan keyin qiyos qilmaymiz debdi. Wa amma Davudu فهو يمنع القياس على الجملة. داود الظاهري بظاهري وغن كان قياسنا بتلا إنكار قيا. قياس ديال الناس يوق. الكتاب والسنة والإجماع دايمز وقياس ينجب يوق تب إنكار قيا. وندا كان نخلدم باشقة الق كتمايد بو. يعني نخل خيبر ديال رواية ناسا. لكن نخل خيبر ديال رواية نا. أي باشقة رواية ديال ما تخرجه الأرض والزرع ديال رواية لن تشنسك قياس حاجة يوق. والنصا دليل بولالايدو. Nağın bu Davud Zari'nin mısın bekleme acizim. Fal musaqatu ala usulihi muttaridatun. Demek Zari'nin nezirde musaqa to'xtami o'zining qoidasiga asosan normal kelgan hukm demakchi. Muttarid degan davomliq izchil shunday keladigan, bir xil keladigan degan bo'ldi. Ya'ni tarada tabi'a ba'duhu ba'da degan. Ya'ni davomliq shunday ham keladigan demakchi. Ya'ni qoidaga xilof qilgan bir ahvol yo'q dedi. Ve kıyas mıkımmıda kıyasını şekligen usulga tayangan buldu bu. Ve emma Şafii fe innema ecazaha fil kermi min qibali ennel hukme fil musaqati huve bil khars. Yani İmam Şafii nakhl xo'mi daraxiga üzüm daraxini talni ketibdi. Qajattin dal qilib qatdi esa bu bir qiyas qilib qatdi. Bijamal khars fi kullin demek. Musaqat to'xtamida nim bilan hukm qildi, qarshilar hukm qildi. Ya'ni kelib ko'z bo'lsarda shunda mo'ljallab mana tonna usul chiqadigan deb, endi shuning yerimini bekitgan ishbatda. Va qad jaa fi hadith Attab ibn Usayd radhiyallohu anhu al-hukm bil-khars fi an-nakhl wal-karm wa in kana zalika fi az-zakat. Attab ibn Usayd radhiyallohu anhuning burun kitob zakat o'tgan. O'sha hadis
lafzida zakat oldigan aholi zakat xodimi kelib xomini uzumni shunda mo'lcherlab keyin undan o'silib chiqqan chog'da shu mo'lchelgan bo'yicha zakatni topshirib oldi deb kelgan bo'g'achqa bu zakatni kelgan xarj qilish masalasiga musaqotga xarj qilish masalasini uni o'qishtirib undan keyin ma'nodimi xarj qilib bir narsa topshirib olish bo'lsa ma'nodimi xarj qilib topshirish bo'lsa undan keyin ma'noda xo'mi bilan bo'ldi deb ma'nodimi uzumda bo'lgan ekan xo'mida ham uzumda bo'ldi deymiz deb qiyos qildi. فكأنه قاس المساقات في ذلك على الزكاة يعني مساقاتنا زكاة قياس قيغاندك تردو deydi. Elbette shunda qiladilar. Attab ibn Usayd radhiyallohu anhu hadisi İmam Ahmad ve Ashab-ı Sunan rivayet qilgan. Ba'zilar ojiz degan, ba'zilar sahih degan. Shuna bir rivoyat. والحديث الذي ورد عن عتاب بن أسيد رضي الله عنه هو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه وأمره أن يخرص العنب وتؤدى زكاته زبيبا. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu evatib, üzümlerini mölçerleşki buyurgan. Andın o üzüm kurup, kişmiş boğan çağda, kurup üzüm boğan çağda andın zakatını ada kılışkı buyurgan. Kema tuadda zakatun nakli tamra. Kudde xorma daraxının ki usulunun zakati gülü xorma boğan halatta ada kılıngandak üzümnün mu resmi kurup üzüm bulup boğan çağda zakatını ada kılışkı buyurgan deydi. ودفع داود حديث عتاب بن أسيد لأنه مرسل. داود الظاهري عتاب بن أسيد رضي الله عنه hadisini mursal hadis deb rad qildi deydi. Mursal lekin mursallikka sahih hamda. Yani mursallik masala var buningda, undan boshqa sanadi sahih. Nima uchun esa birinchidan mursal bo'lganligi, وَلِأَنَّهُ انفرد به عبد الرحمن بن إسحاق وليس بالقوي. Yani senedde Abdurrahman ibn İshaq degan bir ravi bo'lg'achqa bu ojizroq deydi. Valaysa bil qawi degan rasmiy ojiz deyilmaydi, lekin toza bijirmamas demoqchi. Yani bu bir xil ojizlik siyg'isidir. Lekin Abdurrahman ibn İshaq degan ravida ulamo jarh va ta'dil ixtiloflashishi mumkin. Bu Sahih Muslim hadisini rivoyat etgan. Davonikin Muslim buni qawi degan. Davud Zahri ojiz degan bo'lishi mumkin. Bunun başka Abdurrahman ibn İshaq'ın başka ravileri rivayet qilgan. Davonki lam yanfarid Abdurrahman bihi. واختلفوا إذا كان مع النخل أرض بيضاء أو مع الثمار. Demek yuqorqi masalamda musaqatning hukmi va qanday nasl musaqat qilsa bo'ldi degan masala edi. Endi hozir mesela xorma daraxti bilan yani orliqda bunda aqyalli bor ekan. Xorma daraxtida nere tikkanki o'tirda biznes terg'ilib bo'lgan bir aqya bo'ladi. Bunda aqya bo'lib qolsa, au ma'at-thimar yoki boshqa mevlik daraxtlar bo'lib, orliqqa shunda biznes terg'ilgan aqya bo'lib qolsa, buning hukmi qanday bo'ldi degan masalada ixtiloflashdi. Hal yajuz an tusaqal ardu ma'an nakhli bi juz'in min an-nakhli aw bi juz'in min an-nakhli wa bi juz'in mimma yakhruju min al-ard. Aş xorma daraxtga qarta musaqat qilsa bo'lamdi. Masalan, xo'midan chiqqan hosilning bir qismiga deblan bunda musaqat to'xtam qilsa bo'lamdi yoki xo'midan chiqqanning bir qismiga, ziroatdan chiqqanning bir qismiga ikki deb tutsa bo'lamdi demoqchi. Hozir hamda nimaga o'tkaldik? Muzaraning hukmiga o'tkilib ketdik. Biz tuymaydami hozir musaqatdan muzaraga o'tkilib ketdik hozir. Nima uchun İmam Malikning nimada muzara deb ayrimda nima yo'q. Mashru' emas deb qaraydi İmam Malik. Bunda Abu Hanifa musaqatni mashru' emas dedi-ku. İmam Malik muzarani ayrim o'z oldiga muzara yo'q deganda Malikiylar yo'q degan ekan, buning kitobida muzara, kitob-ul muzara deb yo'q. Musaqat deb ketdi, bundan daraxtlar ziroat tariqalarga aralashib qolsa deb bunda muzaraga kirib ketish mumkin, ammo o'z oldiga muzara deganni e'tirof qilmadi. Davonki hozir hamda daraxtlar bilan zimin aralashib qolsa-da aşınınğa tava ise qo'shim shaklda muzara qilsa bo'lamdi degandek masala. Bu Madinani muzara qilgan tusaylab Malik muzarani o'zining zamonidagi amal ahli Madina hisob qilib, unda ilgarki ahli Madina qilib kelgan uni tenib turadigan ahol bor. Bu kitobda necha misollar o'tib ketdi shu. فذهب إلى جواز ذلك طائفة من جائز bir grup var dedi. وبي قال صاحب أبي حنيفة والليث وأحمد والثوري وابن أبي ليلى وجماعة. Demek cumhurun karışı bunda aralaş olsa caiz depti. Abu Hanife arasında başka muzara üstünde boğaz. Abu Hanife yok azırmaydı. وقال الشافعي وأهل الظاهر. Şafiiler أهل الظاهر depti.
لا تجوز المساقات إلا في الثمر فقط. في الثمر دağlı. Çünkü ya ziraat var. Ondan mevlik darak var. Mevlik darakның arlıqıda ya terimoqchi. Terisa aşu mevlik darakında. Mesela üzüm desek mi şafi maqullaydı o. Mevlik darakның mevsida musaqat qisi buldu. Lekin ziraat qisi bulmaydı demek. Tamir desek qo'ng'ilam xas bo'lib qoldi. Azayirli desek qo'ng'ilam xas desek bo'ldi. Shafim bo'lgan ekan-da. Maydan bu formula qo'shib qurbining bir bo'ligini yuramdi yoki ziminga chiqqan narsaning bir bo'ligini yuramdi mumkin. Hozir shu qo'mining mevisilam asli musaqa shu qo'mi ko'z tutib qilgan nima? Arliqda teriydigan narsalar shunda bir bakaya bo'lib qolg'achqa, uni baka qo'ymaslikdan unda tirib qo'ygan narsa. Ya'ni tavalikdan bo'lib qoldi bu. Shu nimaga chaplashib kelib qolganlikdan bo'lib qoldi. Amaliyotda uning putishki bo'lmaydi. Biz daraxtga putishimiz, u qo'shimcha shunda arliqda bo'lib qolg'achqa biz narsa terib foydalanadi, lekin to'xtamda uning nimasi hisoblanmaydi demakchi. Ha, xuddi u yo'q hisobda, yo'qdikideklar. وأما مالك فقال إذا كانت الأرض تبعا للثمر وكان الثمر أكثر ذلك فلا بأس بدخولها في المساقات اشترط جزءا خارجا منها أو لم يشترطه. Endi Malik debdi, asli bu to'xtam shu mevchivi elish uchun qilingan to'xtamda asos oldigan naf shu mevchividan keldi deydi. Ko'p qismi shundan keldi. Unda bo'lsa, ay ziraatning usuldimi bir qismi ba'dimisun shart qilsin qilmasin, shuni tavallab kirib ketaverdi debdi. Va hadda zalika al-juz'a bi an yakuna thulutha fama dunahu. Endi qanchalik bo'lsa dal-daraxtli ko'p bo'lgan bo'ldi, qanchalik bo'lsa ziraat az bo'lgan bo'ldi desa, buning o'lchami 3dan 1. Ya'ni oq zimin 3dan 1ni tashkil qilsa, dal-daraxtlar va o'rin 3dan 2sini tashkil qilsa, o chaqda oq ziminmi shuni tava bo'lib ketadi. O chaqda oq zimindan o'sildimi pishga desa mayli, yoki uni shart qilmasin mayli deb. Shart qilsa mayli. Yani yekuna miqdaru kira al-ard as-thuluth min ath-thamar fama dunahu. Demak, meveninki mana 3dan 1ni tashkil qilsa des. Miqdaru kira al-ard. Yani demakchi o'g'ini ziminning 3dan 1mi yoki usulning 3dan 1mi? Usulninkidagi. Lekin Maliki mazhabda aslida shuni ixtilof bor. Nimaga asosan 3dan 1 deymiz desa, zimin qarta 3dan 1 deymiz desa, ba'zi olimlar usul qarta 3dan 1 deyishi mumkin. Lekin miyada usul qarta 3dan 1 degandek turdi. Mevishvidan chiqqan usul 2dan 1ni tashkil qilib chiqraq bo'lsa, ziraatdan oldigan usul 3dan 1ni tashkil qilsa, o chaqda mayli debdi. ولم يجز أن يشترط رب الأرض أن يزرع البياض لنفسه. دل درخنا سل صغرب فتاب يسنا إلب يرمنا ما باسلاد وندا برنم قلب أما أرلختك يالجي ما أزم ترولما سيكوك تريما بجناس ترولما دب شرط قيسة بوم يدود. لأنها زيادة ازدادها عليه. çünkü bu toxtamda qilgan toxtamning ustiga qo'ndirib qo'shimcha bir manfaat shart qilgandek bo'ldi. Xuddi bu hozir İmam Malikning aslidagi qoidasi bo'yicha la yajuzu bay'un va salaf, bay'un va qard, ijaratun va qard yana ikki narsa unda ilishkasi bo'lmaydi dedi. Hozir musaqa to'xtami bir ba, yana azimindan yana foydalanib olma degandek bir shart yo'qqa qo'shimcha manfaat deb qarabdi. Va qala Shafi'i zalika jaiz. İmam Shafi'i yani ayrım bir tervilish shart qilsa maylidir. Mesela aqyani men terib olay, dal-daraxtni sizga musaqqat beray desa mayli debdi. Balki İmam Shafi'dan mushu naql xato bo'lishi mumkin debdi aslida. Ehtimalim. Va hujjatu man ajaza al-musaqata alayhima ma'an. Yani ikkalasiga musaqqat qilsa bo'ldi, ziminga va qo'mi daraxtlarga musaqqat qilsa bo'ldi deganlarning dalili, yani al-ardi bi juz'in mimma yakhruj minha. Yani zimindan chiqadigan usildimi bir qismini berishga tutishib qilsa bo'ldi deganlarning dalili Ibn Umar radhiyallohu anhuning yuqorida o'tib ketgan hadis shu. Ma tukhrijul ardu va thamara dedi min nakhlin aw zar'an degandek nima qildi. Yana mushuning munosabatlik Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning ayollarga 100 vasaqdan usul tegibdi masalan birsiga. Buning 80 vasaq qo'ma, 20 vasaq arpitdi degandek rivoyatlar bor. Lekin bu ziminni bunda qarasak 80
pirsan usul chiqdig'ini shu xoma dildiroq 20 pirsanda arliqdiki yali apa boshqa narsa teriydigan narsa degandek mazmun chiqdi. Undan keyin Xaybardagi ahvol alayda ruxsat bo'lg'achqa shu yer berilgan ruxsat nimaga berilgansa ayında dildiroqlarning arliqida ashuni teriydigan zimba holatda u zimin ashunda az holatda berilgan ruxsat. Undan keyin mush holatdan berildiğinde sap oppak yağ olsa uzara kılışka berilgan ruxsat yo'q deb Malikiler shuni tayinlaydi. Ve hüccetu men lem yujiz zalika, yani şu aqyaga shunda ziraatning usulluğu putusi bo'lmaydi deb qaraganlar. Ma ruya min an-nahy an qira'al ard bima yakhruju minha fi hadis Rafi' ibn Khadij radiyallahu anhu. Naha an qira'al ard bima yakhruju minha bijuz'un mimma yakhruju minha degandek rivoyatli bo'lg'achqa shu aqyaning usuliga tushunqiz bo'lmaydi deb qarabdi. Yani shu usul ziraatning usuli. Arda, ziraatning usuli bo'lgan ekan, shuni bir qismini ilishib tutsa bo'lmaydi deb ashadisga tayinibdi. Vaqat taqaddama zalik. Yuqorida bayon qilinib o'tdi. Va qala Ahmad ibn Hanbal ahadith Rafi' radiyallohu anhu muttaribatul alfaz. Imom Ahmad bu hadisning matnini naqd qilib nəhayət izbəs gələn, bəzi nəhanın müxabara, nəhan kiral ardı və yaxrucu minhə, yəni bəzidə müəyyən bir zimini belgiləb, mağanıqdan çıxdığını mağa olsun, anıqdan çıxdığını sana olsun desi bulmaydı dedi. Yəni bir rivayətdə məsələn, fululən, altın əkümüşlər nə qısı meyli dedi. Aşında izbəs gələn ikən, aşın bir acidə qarmaqsın. Və hadith İbn Umar asah. İbn Umar radıyallahu anh'ın hadisi gerçi onun sahihleri işkirisinin sahibi olsun lekin ma'nın lafzi ittirab bo'lmay kelgan bo'lgan ekan bu sahihroq demoqchi. Yani bu hadislarni tercih qilish orqali ani olibdi. Wa amma tahdidu Malik'in zalika bis-sulusi fa-da'ifun. İmam Malik hamda 3'ten biri bo'lib qolsa aqzimin yoki aqzimindan chiqadigan usul, daraxtlardan chiqadigan usulning 3'ten biri miqdori bo'lsa deb 3'ten biri deb bekitgan. Muşunda bekitilish aciz. Yani şeriatta 3'ten biri bekitgan ahvoli bor. Mesela vasiyatda as-sulusu va as-sulusu kathir edi. Bunun boshqa ahvolda ham 3'ten biri degandek bir nima bordi. Shuningga qiyos qilgan bo'lish mumkin. Yani shariat ma'lum bir ahkamlarda rioya qilgan bir o'lcham bu. Undan keyin shu 3'ten 1ni ozjiqlikning asli qilsak bo'ldi deb qaragan bo'lish mumkin. وهو استحسان مبني على غير الأصول نصوص tayanmagan bir bekitishdan iborat. İstihsan degan bunda bekitsak yaxshi edi, bekitishdan iborat deydi. غير الأصول degan خلافا للنصوص desek to'g'ri chiqadi. لأن الأصول تقتضي ألا يفرق بين الجائز من غير الجائز بالقليل والكثير من الجنس الواحد. Çünkü şu nususlar nimen taqozo qiladi? Jaiz yoki jaiz emas deyishda az ko'plikni bunda ayrısı bo'lmaydi deganni taqozo qilibdi deydi. Yani o'xshash bir jinsga narsa bo'lib qolsa, ma izde jaiz, ma jiqroq bo'lsa jaiz emas degan bir unda nima yo'q deydi. Yani beklam az bo'lib ketib qolsa, u kechiriladigan la hukma lahu yani ma'fun anhu deydi. Najosatni uni tibajinning uchidak masalan sesirab ketib qolsa, ma'fun anhu. Tamam? Hani muomalada kichikgina 1 gram, 2 gram, 1 senat, 2 senat bundan narsa bo'lsa ma'fun anhu. Yegan zamanda darajada az ko'p deb bunda ayrishda 3'ten 1dan unda bekitish yo'q demoqchi ekan. Va min ixtilafun fil musaqati fil baql. Baql deganmi shu buquliyatdan furcha olisga ya bag'irlab o'sadigan o'simliklar. Bu shunda bu ixtiloflashib qoldi. Fa ajazaha Malikun. Imom Malik joiz dedi debdim ya-da, lekin Imom Malik buni joiz demagan asli. Yuqorida o'tdi-ku bir qatim. Buni joiz demagan. Boshqalimi joiz demadi? Indal jami'a. İbn Dinar'dan başqa jaiz emas edi. Miyada hozir sal xatolashib qolgandek turdi. Va Shafi'i va ashabuhu va Muhammad ibn al-Hasan. Bularning hammasi fa ajazaha deb tamlayapti, bular jaiz emas deb qaraydi. Va qala al-Layth la tajuzu al-musaqatu fil baql. İmam Layth bu quliyatda musaqat jaiz bo'lmaydi deb qaradi. Va inma ajazaha al-jumhur li'anna al-'amila va in kana laysa alayhi fiha saqyun fa yabqa alayhi a'malun ukhra. Bu baqqa qaraydigan odam uni sug'urib avrinmaydigan bo'lsa-mu, lekin boshqa ishlar bor demoqchi. U sug'amasa o'zigini o'sa qolmasmi? Yoki bunda deydi, bu mevillik daraxtli bor zimindagi buquliyat desak, balki uni joiz, ya'ni u tava bo'lganlikdan joiz deydi Imom Malik. Nima? Shafi'i va boshqalarmi joiz deydi. Layth tabtu la tajuz musaqatu fil baql. Lekin uning joiz bo'lmaydi bo'lsa, daraxtga ham tutishib musaqa qilsang bo'ldi. Uni tilganmaysa demoqchi ekan.
Hem cumhurun için caizdir. لأن العامل وإن كان ليس عليه فيها سقي. Yani o delderakını suğurdu. O bu kuliyatını atayeten suğamaydı. Lakin delderakını suğağanken bu kuliyatını şundan su içip faydalanıldı. Fayabqa aleyhi amalun ukhar. Demek o suğuruş yengilligin bilen atayeten suğarması mı? Bundan başka yana onu putaydıgan, üzüdügan bazı bir işli bar edi. Ondan keyin onun musaqaqası buldu. Mesela ibbar mana. İbbar yani çanlaştırış demek mesela. Bazı şunlardan aslında çanlaştırışı mümkün. Ve gayri zalik. Putaş işleri var mesela. Yani oğutlaş. Ve amma leythu feyara saqya bil ma'i huvel fi'lellezî ten'akidu aleyhi musaqa. Leysepto suğuruş işi bolsa musaqa to'xtamı boludu. Şu musaqa deb ataymiz bunu. Ataydan suğuruş bolmagan ekan onga. Daldaraqni suğarsan ondan su içip faydalanadigan bolgan ekan, unga suğuruş to'xtamı qilmaysa. Veli mekanihi varadatir ruhsatu fihi. Yani suğuruştan ibaret ağır iş bolğaçqa şuna ruhsat kelgen dedi. Yani bu hamda suğuruş işi halinde cepalık cayladı gapma. Hazır hamda suğuruşunda asan yamğulanıp qalayır. Belki bunda to'xtam bulamdı bulmamdı bir gap. Şu to'g'ri ekan ha? Ecazaha degani ecazaha tab'an lin-nakhl desek to'g'ri chiqadi. الركن الثاني وأما الركن الذي هو العمل أساس ركن وغنى إيش مثل سكاسك فإن العلماء بالجملة أجمعوا على أن الذي يجب على العامل هو السقي والإبار. Adamlar umuman da kıldığa işlememiş musaqatda. Aşo işlemçi, bak işlediği adam nima iş qiladi o vazifasi masa sug'urish va chanlashtirish. İbbarni biz yuqorida o'tdiq-ku. Ta'birin nahl degan masalalarda, yani erkek qo'mining chechkidan kelib, kishi qo'mininki unda qo'noqda ko'kashdak nimasining ishini ichib turib, shuning ishiga chechkini silib bo'g'ib qo'ysa, bu chanlish ekan. Shuni ta'birdi. Ta'birin nahl. Uma bir qilib ta'sishamdi. Yamishib, uni uzib, ashuni ichiga bog'lab, nima qilishdan iborat ekan. Albatta unda qo'midan boshqa mevla bo'lib qolsa, uning boshqa ishi bor. Bu ta'bir masalasi bo'lmasa-mu, uning boshqa masalan aram putqini putash, qirqish, o'g'itlash, boshqa ishlar bor. Vaqtalafu fil jazazi ala man huwa. Ay mevasini uzish kimning suvchido deganda ixtiloflashib qoldi. Jadad yoki jadad dalillanma o'xshash. Ba'zi kitobda siram deb chiqadi. Siramun nahl. Yani usulni uzishdan iborat. Va fi saddil hizar. Hizar degan masalan bog'ni etizlikni tamsamsaqmi, lekin unda shaxshumuldi be to'saq qilib qo'yamiz-ku, biz kimgacha chiranmaydigan qilib. Unday emas. Chitlab qo'ydi. Chitlaqlar, ha? Masalan tikanlik ba'zi narsalarda to'saq qo'ysak, kim darhol chiranmaydi. Shuni hizar demoqchi. Hazr degan man' degan bo'ldi-ku. Başqa münasibət adamlar içirib meyvəçidən oğlab getməsin deb qo'ygan mesela chitlaqlar, to'saq tam yoki. Va tanqiyatul ayni, masalan buloqdan suv chiqadigan bo'lsa, buni tozalash. Buloqqa masalan bir narsa tushib qo'ydi, layla no'qib qoldi masalan. Ayında bir narsa tushib ketib qolgan bo'lsa, buni tozalab, pak-pakiz nima qilish masalalari. Va saniya degan chaqpilak. Suvni chaqpilak bilan chiqadigan bo'lsa, buloqdan egzirak yaga, shuni demoqchi. Yani muşulanın işlerini kılış meselesi ıtlabışıp kaldı. Amma Malikun faqala fil muvatta, İmam Malik muvatta depto, es-sünnetu fil musaqat allati yecuzu li rabbil hait en yeşteritahu seddul hizari. Musaqatta sünnet kelgen qaidini maalse, bağının egisi şart kıldığan işler muşu-muşundan ibaret. Birinci seddul hizar, aşına çıtlaqlığını chitlab bag'rimda to'sab qo'yash va hammil ayn bu buloqni tozalash, hamma degan tozalash va shurbish sharob sug'urish deyiladi shuni, shurbish sharob sug'urish va ibbarun nakhli qo'mlarni changlashtirish va qat'il jaridi qo'mning shaxlarini kesish, ba'zi qurib qolgan shaxlini yoki shunda ba'zi bir ortiq shaxlini kesib o'tish, putash va jaddu samar mevani uzish, mushular amal qilish kerak bo'lgan bog'ning mushuni qilsa deb shartlasi bo'lgan ishlar dedi. Hada va ashbahu va alal amil. Mushunga o'xshash ishlar baqishlarning gadinga qilish kerak bo'lgan ishlar shu. Va hadal kalamu yuhtamalu an yufhama minhu. Demak Imom Malikning muvattali kelgan gapi mush ekan. Mushunda biz nima tushunamiz desa, yuhtamalu an yufhama minhu dukhul hadhihi fil musaqat bish-shart. Yani bu shartlasa andın mush ishlar musaqat to'xtamiga shirkitib hisob qilib, amil qilish kerak bo'lgan degan mazmunni chiqadi.
ويمكن أن يفهم منه دخولها فيها بنفس العقد. شرطلashmasimi bu muqtadal aqdimi shuni taqozo qiladi zodi. Atakan shartlashmasimi bu ishni zodi ishlaydigan odam qilish kerak degan mazmunmi chiqdi. وقال الشافعي ليس عليه سد الحضار. İmam Şafii bu çıtlaq bilan to'sab undan qilish ishi ishlaydigan odam qilish kerak o ish emas. لأنه ليس من جنس ما يؤثر في زيادة الثمرة مثل الإبار والسقي. Çünkü bu işler sug'urish, chanlashtirish, putash, o'g'itlash degandek narsalarga o'xshash meva-chevaninki usulning jiq, usul berishiga ta'sir ko'rsatgan narsalar emas. Balki usulni qo'g'dash uchun qilgan ish bo'lishi mumkin, lekin rasman mevaning o'xshab ketishi, jiq usul berishiga ta'sir ko'rsatgan ish emas debdi. Endi meva jiq o'xshab ketsa, chitlaqimiz shu xalqchib yarib o'xshab ketgan meva qolmaydi endi. وقال محمد بن الحسن ليس عليه تنقية السواني والأنهار. Eriqlarning, chaqpalaklarning nimalardan tozalash majburiyati yo'q. Demak, mana yuqorqi masala xuddi tugandek endi. Uning majburiyati emas deb Muhammad ibn Hasan. Hamda va ammal jadada yoki al jadada faqala Malik va Shafi'i huwa ala al amil. Bular debdi, boqqa ishlagan odam qiladi bu ishni. Yani mevachini uzib turgan odam shu boqqa ishlagan odam uzib turdi debdi. İmam Ahmad'ın bir rivayette şunda kelgan. İlla anna Malikan qala in ishtaratahu al-amil ala rabbil mal ijaza. Lekin İmam Malik debdi, ishlaydigan kishi bog' egizga "Men meva pishib, uzdigan chaqqadar ishlab turma. Uzishni o'zlari uzvalloh, men uzib bermayman" deb shart qilsa bo'ldi debdi İmam Malik. Va qala Shafi'i la yajuzu shartu. Bun sharti joiz emas. Kullu shartun laysa fi kitabillahi fa huwa batil degan gap bor. debdi. Va tanfasiqul musaqatu in waqa. Endi shartlashib qolsa musaqa buzilib ketadi deb qarabdi. Demak bu shart laysa fi kitabillah. Nima? Asli muomalada shu Xaybar yahudilar shuni uzib birgilagan ishlaganlar. Ular saqim bo'lmasmi? Ya shu nimaga chiqib uzib oshishni baq ishlagan odam qilib berish kerak. Bu bog'ning egisi unda kasbning birligini kelib tarafda Mercedes'dan qaysi turishi mumkin. Shu uzishma asli shu ishlaydigan odamning ishi. O'zi ishlamay boshqalarga ishlashga beradigan odamni uni uzib o'tmaydi. Shu yahudilarga bergan shu muomalada shu yahudilar baq ishlagan uzib berishni yahudiy uzib berdi. Masalan, ma İmam Shafi'ning ta'sir bo'lib ketadi. Bu musaqani chuvitish kerak degani aslimida asl qoidada shunday bor demoqchi. وقال محمد بن الحسن الجذاذ بينهما نصفان. شكري tarafdan kuch qilib uzdi debdi. وقال المحصلون من أصحاب مالك. İmam Malikning shogirdlaridan muhassilun degan ashuna ilmni obdan to'plagan, ilm tahsil qilgan, undan to'g'ri xatoni ayriya oladigan demoqchi. Hassala degan ko'p jiqqanni bildirdi. Undan ayriganni bildirgan. Tahsilul ilm deymiz-ku. Qur'on Karimda va hussila ma fis sudur deb keldi. Bundan da aqara dillardan da ayrılgan degandek ma'noda. Demek bu muhassilun degan ba'zi masalan al-muhaqqiqun deymiz-ku, al-muhaqqiquna min al-ulama degan. O muhaqqiq olimlar hamma narsani dalil isboti bilan u yoq bu yoqqa ayrib, to'g'ri xatoni bir taraf qilib yakunlab chiqargan olimni muhaqqiq deymiz. Tahqiq degan savqul amri bi dalilihi. Har bir narsani dalil bilan akilab uni bir taraf qilsam bu tahqiq bo'ldi. Tahsil degan bundan bir narsani xulosalab yakunlab chiqarganlar masalan. Yoki ma aqli ma qaribdi. Bizning mazhabda mush gap hisob deb mazhabning qarashini xulosalab birga ulamolar degan bo'ldi. Innal amala fil hayt ala wajhin. Bag'da ishlash ikki turlik bo'ladi. Amalun laysa lahu ta'sirun fi islah as-samara. Mening yaxshi bo'lishiga ta'sir ko'rsatmaydigan ish va va amalun lahu ta'sirun fi islahiha. Meviga foydasi tegadigan ish va ikkiga ayiramiz buni. Vallazi lahu ta'sirun fi islahiha. Mevining obdan bo'lishiga ta'sir va ishlar bo'lsa, uningdan minhu ma yata'abbad va yabqa ba'da samar. Mevisin ab bo'lgandan kimmi yana bunun foydasi davomlashiga ishlami bor va minhu ma la yabqa ba'da samar. O'shlagandikinlar uning ta'siri tugaydigan ishlami bor vaqtlab. فأما الذي ليس له تأثير في إصلاح الثمر فلا يدخل في المساقات. Mana. Mevining obdan bo'lsa foydasi varsa musaqatga kirdi. Endi mevining yaxshi bo'lsa ta'sir ko'rsatmaydigan munosabatsiz ishlar bu musaqa to'xtami doirasiga kirmaydi. La bi nafsil aqdi va la bi shart. Shart qismi kirmaydi. Shu to'xtam bilan shartlashmagan ahvolda to'xtam bilan ham avtomatikmi uningga tava bo'lib ketmaydi. İlla şey'al yasira minhu. Faqat azgın bir ish bo'lib qolsa, balki uni apuqil o'tishdan kirib qolishi mumkin. Va amma ma lahu ta'sirun fi islah as-samar. Mevaning yaxshi bo'lishiga foydasi va ishlar bo'lsa, bundan va yabqa ba'da samar. Meva
üzüp bo'lgandan keyin yana uning foydasi qolib qolgan bo'lsa, fayadkhulu indahu bish-sharti fil musaqa la bi nafsil aqd. Bu to'xtamning o'zidan kirib ketmaydi, balki shart qilish bilan kiradi. Ammo shu men uzishidan ta'sir tugaydigan narsa bo'lsa, shu to'xtamning o'zidan chirkitadi. Bu nimaga o'xshaydi bo'lsa, mesela insha'i hafr bi'rin. Mesela hafr bi'rin deyilami? İnsha hafr bi'rin. Mesela bir quduq ko'lashmas. Shu bag'ni sug'urish uchun bir quduq ko'lgan bo'lsa, shu qatimqi mening pishishini o'qish uchun foyda ekan bo'ldi. Keyingi yillarning mevzusi uchunmi yani foyda davomlashgan bir ish. Bu qatimqilam xos emas. Aw insha'i zafiratin lilma bir ko'lchak degan. Zafira lilma. Mujtama'al ma yak burka degandek. Kichik bir ko'lchak suv yig'ib to'plab oldigan, undan oldin sug'urdigan. Suv ambiri degandek, ha? Aw insha g'arsin yoki bir ko'chatni paydo qilib, masalan, bunda atrofiga daraxt qo'yibdi masalan. U maqda yani buni qo'dash uchun, meva uchun yoki bir narsani o'qish uchun foydasi va narsa ekan. Endi u daraxtlar mushqatni qilmayni uzib bo'lgandan keyin yana qolib qolsa, keyingi nimalarga ham foydasi bor demoqchi. Aw insha baytin yujna fihi samar, yana mevalarni to'playdigan paka o'yinni yasaydi masalan. Üzüm saqlaydigan, ürüklerini yig'ib saqlaydigan, islaydigan masalan. Shunda bir o'yli bor. Shunda o'yinni yasash, gamilni masalan, yoki o'raklini bu o'ylamni qilib qoladi. Va amma ma lahu ta'sirun fi islah as-samari va la yatabbad. Shu meva pishgandan keyin buning foydasi tugaydigan narsa bo'lib qolsa, fa huwa lazimun bi nafsil aqd. Shu to'xtam bilan kuchga ega bo'lib ketadi. وذلك مثل الحفر والسقي والزبر الكرم. حفر degan ko'lash, chepish mesela. Eriq chepib, ko'lab, o'rak ko'lab degandek. والسقي sug'urish va zabr al-karm. Zabr al-karm degan shu karm uzum, tal deydi mesela. Talninki haram putaqlarni putash. Ay putaq to'masa mesela o ba'zi shaxslar kun ko'rmaydigan yoki suvni ichib uni foydalanib ketadigan amaliyotda uning hech qanday foydasi yo'q. Ve taklimuş şeceri. Mesela dal-daraxtlarni kesib, mesela ba'zi bir putaqlarni kesib o'tadigan. Yani bu nimaga kirishim mumkin masalan ulash, ha? Masalan urukni ulaydigan ishlar bu, shunga munosiblik bo'lishi mumkin. Bu qalamchigan gap emas. Taqlimul azafir deymiz-ku, tirnoqni ilib kesib o'tishdan iborat. Ama kesib o'tganini balki bir joyga tikib qo'yish mumkin yoki tashlatish mumkin yoki bir joyga ulab qo'yish mumkin. Va tazkir. Shunda changlashtirishni ko'rsatish kerak mana tazkir degan. Vel cedad üzüş ve ma eşbâdâl. Şunu o'xshashlarning hammasi o'g'itlash bor albatta shuncha. Ve ecma'u ala anna ma kana fil ha'it min ad-dawab wal 'abid annahu laysa min haqqil 'amil. Yani birdek ittifoq kelgan o'rin, shu bag'dagi uloqlar, ba'zi qullar bo'lib qolsa, bu ishlaydigan kishining haqqi emas. Ya shu bag'dagi ma kalini, ma eshakni ishlatishim kerak deb turasa bo'lmaydi. Mesela işekte işkisi olsa ki usulağın çağda yerimi mağazga ama bir işek mankıldı disi bulmaydı. Vaktalafu fi şartıl amil zâlike alel musaqi. Musaqi diyen Rabbul ard, Rabbul haid. Bağı iske işlediğin kişi ondan olsa şu bağdaki işek, kala, atlanımı, yerim mağa deyip onda şart kıplas çoğu dese. Fekale malikun yecuz zâlike fîmâ kâne minhâ fil haid qablal musaqa. Musaqa to'xtamni qilishdan burun, bag'da bor hayvonlar bo'lib qolsa, shuni putsin buldi debdi. Va man ishtarata fiha ma lam yakun fil haid fala yujuz. Bag'da yo'q narsaga putishib qolsa, bo'lmaydi. Va qala ash-Shafi'i la ba'sa bidalik. Imom Shafi'i mayli, kerak yo'q. Va illam yakun fil haid. Haidda bo'lmasmi? Lekin buningga ikki eshak lozim, binasini otib, nima qilish uchun. Buning ikki eshak akapirlar birsi man qoladi. Deb putisi bo'ldi ekan. وبه قال ابن نافع من أصحاب مالك. وقال محمد بن الحسن لا يجوز أن يشترطه العامل على رب المال. جائز ما سبت من شرط اسمه مايدون. ولو اشترطه رب المال على العامل جاز ذلك. يعني باغنın egisi men işekten içkine kepirme ya bağımda işek var. Keyin usulağan çağda bu işekni tam buluşumuz birisi qoldi birisi bana dese meyli buldu debdi. Ve vecih kirahiyetihi zalik. Nimişin makruh dedim şuna. Yani doğrulab qaramada la yecuz deb qarada etse ma yelhaqu fi zalika min al-jahl bi nasib rabbil mal. Bunda bağның egisinin nasibisi taz namalum bo'lib qolgandek bir ahvol bo'lib qoldi. Ve men ajazahu ra'a anna zalika tafihun ve yasir. Jaiz geldi bu azgın bir iş olan iken onu çeklep otamsak buldu. Yok olan bir iş olan iken.
ولتردد الحكم بين هذين الأصلين استحسن مالك ذلك في الرقيق الذي يكون في الحائط في وقت المساقات ومنعه في غيرهم. أن hüküm şu iki asas oturup qalğan boğaçqa, yani bu azgın nas bolğandan keçiritimiz degan bir qarash var şuna ama yani birisi musaqat qilishdan ilgirki ba narsa yo'q narsa deb ayirish masalasi. Bunda boğaçqa istahsana Malik. İmam Malik musaqat to'xtamini qilishgan chaqda bag'da ba narsa bo'lib qolsa, raqiq degani shu qullar yoki hayvonlar. Shunda bo'lib qolsa, joiz edi. Va manahu fi ghayrihim. Bag'da yo'q bo'lgan boshqa qullarni akilishni shart bo'lsa, bo'lmaydi dedi. Lianna ishtiratal manfaati fi zalika azhar. Chunki bag'da shu chaqda bo'lmagan narsani shart qilsa, xuddi musaqat to'xtamidan sirt bir narsaning bir manfaatni qo'shimcha shart qilib olgandek bir ahvol aniq ko'rinib turdi dedi. Wa innama farraqa Muhammad ibn al-Hasan lianna ishtaratahuma 'ala al-'amil huwa min jins ma wajaba alayhi min al-musaqa. Muhammad ibn Hasan ayırgan dedi. Muhammad ibn Hasan ayırdımı? Rabbul mal şart qilsa, Rabbul haid yani bağlan şart qilsa mayli degan. Mayli işte ishlaydigan odam shart qilsa joiz emas deyishda, nima uchunsa ishlaydigan odam shu qul bilan ishlashga shart qilgan dedi. Shu shart bilan to'xtamni chirtdi. U qulda ishlaydigan narsa munosabatsiz. U nimada bor hayvonotlar masalan, yoki traktorni, ayında naslini shart qilib bo'lmaydi. واتفق القائلون بالمساقات على أنه إن كانت النفقة كلها على رب الحائط وليس على العامل إلا ما يعمل بيده أن ذلك لا يجوز. Musaqatni jaiz deb qaraganlar, yani İmam Abu Hanifa va Zufardan boshqalar ittifoq qilibdi. Butun chiqimni bag'iga ko'tirdi desa jaiz bo'lmaydi. Ya'ni buning ichida masalan ba'zi urug' akirib selish, o'g'itlash, bunda ishlar, ba'zi chiqimlar shu ishlamchimi chiqirdi demoqchi ekan. Lianna ijaratun bima lam yuxlaq. Mana chunki bu texra to'ralmagan narsani berib ijaraga ilishdan iborat bo'lib qoladi. Ya'ni bu yerda asli shirkchilik degan nimani qilsa qoldi demoqchi Mavla. Adamlar shishamas, hamma chiqim nimadan bo'lsa bu adamlarga qilib qoldi. Andan adamlar u to'ralmagan, dunyo kelmagan muyini sana beraman deb shu ishga yolg'on bo'lib qoldi. Lekin a tarafmo binosi chiqim qilsa, bu ikki tarafli shiriklashgan bir ishga degan shirikchilik paydo bo'ldi dedi. Fahadihi hiya sifatu hadha ar-rukn va shurutul jaizatu fihi min ghayri al-jaiza. Demak, yuqorqilar shu ishlashdan iborat musaqatning ruknining sifatlari va qanday shartlar shu ishlashga qarta joiz bo'ldi, qanday bo'lmaydi degan masala. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.